Tünügün acayip teyze oldu. Hem boynu bapladık hem iş hakkımızı aldık. Meningçe bay bundaq asan boldu qilib etmeydi. Eng yaxşisi bugün biz barmaylı. Baraylı. Sen nimeden kokattın? Bana? Şunu aç. Ha mana. Şunu aç deymen. Sizlar dal vaqtida keldinglar. Biz billa hasal yeyli. Bo'ldi, rahmat. Bizning yana qiladigan ishlarimiz bor. Dikkatli çalmaydı yani. Sizlarmi ozroq yanglar. Bu hasal bek tatlı. İşki bombaydı o diyen zehir. İşkilar bu yak kelinglar. Bay hocamning burni nima degan o'tkir, ha? Bay hocam, bugün biz nima ish qilamiz? Nahayt addi. Bir nechtal narsani yuzlab do'konga yeb kirsizlar. Qandaq narsa? Bir nechtal lonqa. Bay hocam. Mana. Sizlar o'g'irlik qilmay tez ishlanglar. Yurən əsirdən. İşini tügətsək 10 tenge alamiz. Bo'la? To'xta, meningcha bu ish undaq oddiy emas, ha? Chaqdaq yo'q. Eng yaxshisi diqqat qilaylik. Avayla, ha? Hech ish bo'lmaydi Nasirdan. Ansirma. Tuta. Buni mu tuta? Yo'tkab bo'lsaqlar, ish haqimizni ola olamiz. Oyda. Tugashdiq. Lo'q chiqilib ketdi. Endi qanday qildik? Menda hasal bor. Hasal bilan bu chiqilib ketgan lo'nqni chapda qilib bo'ldi. Qaranglar, buning ustidagi nima? Vah, nima degan tatliq. Bu hasalga. Lo'nqa burunli chiqilgan ekan. Bay hojam tehi bayda uni hasal bilan chaplagan gap. Yana shu boy hojamning o'ynayotgan o'yin ekanda. Bu dadam qilgan ish emas. Sening dadangning qilgan ishi. Bo'ldi, qilinglar. Bayning qilgan qilmaganligini biladigan mening yaxshi bir amalim bor. Begi, men chiroyliqmi, emasmi? Ye, usul o'ynab yurmang. Yaqinroq kelsizlar. Geldim, xotin geldim. Men pul topadiganni o'ylasam bakli xush olib ketaman. Dada, ana, Nasirda bilan Umar o'ldi. Tez berib qarab boqsizlar.
Bayğocam, bu yerda turamı? Xotirjam bo'l. Ha? Ködümü dada. Nima ish qilishyapsan? Yolg'ondan o'lgan bo'lib yurishyapsan sen. Qopsha. Ey, qopsha da'vatman, tez qopish. Tez bo'lish. Qoppa. Yolg'ondan o'lib olgan bo'lmoqchimi? Ajabmi ochig'imni keltirishdim. To'xta. Bayxo'jam, biz tirildik. Allohning deyishicha lo'nqini biz chaqmabdik. Jo'ylama. Shu o'g'lini kim chaqdi? Rost, lo'nqini biz chaqmadik. Sizlar ishonasizlar. Alloh buni sizlarga deb bersin. Ha. Sizlar hozirlar isbotni ko'rdilar. Chumilning ko'gidek nimasi bor? Sizlar pulni to'lamasanglar, menga yilliqchi bo'lasizlar. Aldirmay ko'sizlar, Bayxo'jam. Dada, qara. Bayxo'jam, sizlar asli vasillardan ayrilib vayron bo'ladiganlar. Ulug' Allah, men xatolashdim. Meni vayron qilib o'tmagin. Meni vayron qilib o'tmagin, ulug' Allah. Lo'nqini men chaqqan. Meni odam oldi dema. Aslida lo'nqini Bayxo'jam chaqib ekan-da. Men faqat ozroq foydaga erishay degan. Tamaxurlik qismi jazoga tortiladi. Meni vayron qilib o'tmagin, ulug' Allah. Meni vayron qilib o'tmagin. Bayxo'jam emas qismangdiq, ha? Mayli, mayli. Milla. Bo'pti, milla. Meni vayron qilib. Bayxo'jam zaharlari nimniga tatlar? Meni vayron qilib o'tmagin, Allah. Meni vayron qilib o'tmagin. Nasırdan sen rastalla Allah'ın kerametini ko'rsatdingmi? O degan Allohning karomatini ko'rsatganligi emas, faqat bir chaqchaq. Biz sening dadaning tatliq zahriga rahmat desak bo'ladi. Ha? E? Dadamning? Amaliyotda hammasi Hasanning karomati. Oldi bilan Hasalda xatni yozib qo'yib, ondan Hasal bilan cho'milalarni boshlab chiqamiz, to'g'rimi? Cho'milalar Hasalga o'g'lashgandan keyin xatning shakli chiqadi-da albatta. Bu maxfiyatni men dadamga deyman. Albatta, mening yomon niyatim yo'q. Bu bir chaqchaq.